Coviddan keyin suyak yemirilish paydo bo'lyapti odamlarda. Bu sizlardan oldin bizda ko'proq bizda informatsiya bor bunga. Ko'p kelishyapti. Tos suyagi yemirilayotganlar bor. Tizzada bor. Bu o'sha qilingan antibiotik qattiq ukolni darajasida u ukol endi natijasini beryapti tanaga. Endi kuchini ko'rsatyapti. Shu ukollar qilingan, kapelnisalar, osma har xil. Ana o'shalar endi kuchini ko'rsatyapti. Bunga yechim bor, Xudoga shukr. Hozir shu paytga kelib, vallahi hali sanamaymiz. Yuzlab desam yolg'onchi bo'lmayman. O'zim atrofimda eski klientlarim oralarida o'sha Covid bo'lib yotib chiqqanlar, o'pkam saturatsiyam 75-80 ga zo'rg'a olib qolishdi. Shunaqa qattiq ukollarni urishdi, falon pullarni berdim deyapti. Endi hozir mana shunaqa bo'layotganiga o'zi qilsam mana shunaqa bo'lyapti aka deyapti. Bor unga yechimi, Xudoga shukr. Ko'p odamlar sababchi bu biza. O'sha yana bunga yana asal ishtirok etadigan malhamlarimiz bor. Momiyo deyman, mana momiyo ham 72 xil dardga shifo. Momiyoni kitobini o'qib chiqqan. Momiyoni topgan odam o'zimizni farg'onali odam bo'ladi. Momiyoli shu majunimiz bor. Mana Vinsentni qondan olganmiz o'sha yerda. Retsept mana hozir shuni berdim hozir. Hindistonga operatsiyaga borasan, sim qoqtirasan degan. Alhamdulillah 3 ta bonga edi. Mana borib ko'rsatgan ekan, yaxshi o'qib qolibsiz deyotganmish.